Nim bulap kettanla tuqqallıma insanlı boşrak öktemlik qanlı bir xoşulay. Man maşinni kuranla tuqqallı boğaşını deppeymen. Maşinni heydep mangan üzemnin yolda. Kelgenç kep tumuşqırı munda bende okup üstegençi munda qıp koydu. Fukam bu qanda heydiginin ma maşinni desem 5 san qıltıp turttu. Siyasetten telefon qıldım ma maşinni qanç pul qo'nshaydi deb. 2000 koyning gapini qildi. Endi qalsam qo'l ilkidi bakmi baballamaskan, endi bir mashina yaptikan. Ha bo'libdi ufkamni bayiz ko'pil etib oldan qalab manqina. Men mani uzam bir pul qatib o'ngishib qilib olay desam, ma'qulda bayiz ko'pil etibdi. Haydab mashinani yarim yo'lga bordim Umutxonga bir yanında. Endi miya kelgan chiqimda hozir beshini qilib qaytib olgan. Aka, a bayiz ko'pilimni etib bering, o'zingizning o'zingizga olsin, mening o'zimga olsin. Mening mashinamni o'ngishilma, bir yarim ko'pil ketgan. Endi sizni o'ngishib bering deb beshingizni og'ritmayl deb mashinani gapini qildi. Voy bu nima öktemlik bu saqasonlik kitib qalla. Man maşinni şuktuğa yarım baka bir mında qıp qo'yanglar. O'ngishtimmi deb bir vaqtim kessin. Onun kendin muşununga nispeten bir iqtisadi jihatdan yanımda bir yerimi köpül chiqagudayma. Bu mayla bir insondachilikni men bir mashina haydaytmikan, hamda qon so'rayotgan menasi bu vaqt kelsa. Mashina vaqasiga uchrab nurg'adan o'lib ketgan odamlar deb bir mayla bir insondachilikni desa, anda to'yg'izab o'ktamlik qilib choplashish olmanglar. Mendin nasihat ulab qolib qolsin tuqqanlar. Nima ishlan bo'lib ketsa, bunda ish bulab qolib qolsa, sildi xatolik bo'lmasa, cho'qim jotun chaqirib, bo'shangusini chaqirib, hal qilib ichinglar og'ib ya bo'lmasa mushu bolalarga mayla bir insondachilikni desanglar, o'ngshilib bo'lgandan keyin yana oldin pul chiqib, men afkam sanga mana pul chiqim bo'ladi deb qulga tutqizib qo'ysang, tutqizinglar. Hergiz ma ish taqa bo'lmasda, ma o'ngshalmasda, anda mayla insondachilikni deb qolganni qattiq qilib samoq qilinglar.